Assalamu alaykum hörmətli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021 yılı 5-ci ayının 20-ci günü Peyşənbə. Bugün mən tövəndəki məzmunlarını diqqətinizə sunmaqçı. Kod 19 deb atılған Xitayning Wuhan'da 2019 yılı dekabrda bayqalğan bu vaba, yəni bir əsrlik bu vaba dünyanın həm yeriga tarılıb, dünyanın ictimai, siyasi, iqtisadi vəziyyətində nurgun üstünlüklərini payda qıldı. Bunun nəticəsində 100 milyonluğan adam bu vaba bilan yuqumlandı, iqtisad çekindi, nurgunluğan facialar yüz berdi. Amerikanın özünü elib baksaq, Amerika nüfusunun 10%'dən artığı bu kesel bilan yuqumlandı. Yəni 34 milyondak adam bu vaba bilan yuqumlandı. 587 min, yəni 600 minə yaxın adam bu vabanın təsirində bir yılın içində qaza qıldı. Gerçi şundaq olsun. Vaksinaların barlıq gelişi və Amerikada tez tizlik bilan kişilərə əminlik nəticəsində hazır Amerika nüfusunun ki yerimədək toluq əminlik oldu. 5-ci ayının 29-cu gündən keyin, məsələn biz turub atqan iştatlardımı kişilər erken o halda azad aldı, koçalara çıxalaydı. Yəni ictimai həyat, iqtisadi həyat asta-asta əsli kilovatda normallaşıvatıdı degan gibi. Mana bu Amerikanın umumyüzlük iqtisadi əhvalda həm özünün ifadəsini depivatıdı. İqtisadşünaslar Amerikanın ikinci fəsildəki iqtisadını, yəni 4-cü ay bilan 6-cı ay oturusundakı şu 3 aylıq ikinci fəsildəki iqtisadının işini 8% bilan 9% ətrafında buludu. Bu yıllıq 2021 yılı Amerikanın ki iqtisadının işi 6,14% ətrafında bulduğu da mölçərləşiyordu. Bu san reallıq həm yaxın. Bu Amerika iqtisadının ki yılığa bu yılın içində 6,14%lik işi nəhayət tez eşiş bolğan buludu. Yəni Amerika hökuməti vabanın təsirini oңuшлық kontrol qilgan buludu degan gap. Yəni Amerikada axborot erkinligi bolğanligi uchun kesal bolğan, har qaysi shtatlarda kesal bolğan kişilər və ölüm yetim hadisaları nəhayət aniq, ochiq holda oshkor qilinyapti. Shuning uchun bu san qarmaqi dunyoda birinchi o'rinni egalligini bilan, ya'ni 587 min, 600 minga yaqin bo'lgani bilan bu əmli ahvalını yoşuğan dövlətlərə nisbətən aytqan vaqtda bu bir xil obyektiv ahval bolğan buldu. Yəni rastına rast degan vaqtda andın məsələni asan kontrol qilg'ili bo'ladi demakchi. Hindistonda hozir o'lganlarning soni 300 minga yaqinlashib qolibdi, ammo haqiqiy o'lganlarning soni, amaliy soni bundan jiq davatidi. Xitoyda shundaq. Anandan keyin ikkinchi bir masala shu seshanba kuni Xitoy hukumatı şifrlik pulga nisbatan cheklama qo'ydi. Ya'ni qanday cheklama qo'ydi desa, kishilarning Bitcoin, Ether va boshqa har turli shifrlik pullarni ilib setishni Xitoy banklarininki shu xil mulozimatlarni cheklashi jihatda farmon chiqargandan keyin shu bir kunning ichida 24 soatning ichida shifrlik pul dunyosida 1 trillion dollardan ortiq pul uchib ketdi. Bu deganlik nima desa, bu shu xil farmonning, shu xabarning chiqish bilanla sata bo'lib ketdi. Shifrlik pul bozorda nurg'un odamlar özünün pulunu tatip çıkarıp aldı. Yani 24 saatten içinde 1 trilyon dolardan artıq pul uçup gitti. Ondan sırt, yani bu Bitcoin bu oxşaş tunji şifrlik pulunun ki işlep çıkarılışı, yani qezilişiga nurgun energiya ketkenlikten. Yani bu bir yılda Bitcoin'i qeziş için ketilgan energiya bazı Avrupadaki taraqqan dövlətlərinin, kiçik dövlətlərinin bir yıllık tok sərfiyatıga tənkil ediken. Bu muhitni bulğaydıqanlığı üçün hem onun üstüge dünyada çoğun devletler oturursa muhitni asraş, yani muhitni asramızsak özümüz bizden birli yer şarı var. Eğer kişiler anlık halda muhitni asramızsak qarıqlaça iqtisadi taraqqiyatını qoğuluşup tupraqның şoruluşu, sularның tuzuluşu, yoki sularnınki atmosferanınki bulğunuşu, bularını keltirip çıqırdık, bularını keltirip çıqıracağın adedin ziyade şundaq sanatlı işini qoğuluşup muşularını qoğuluşilgan iş olsa, bu insaniyyatninki qisqa müddetlik iqtisadi taraqqiyatını barliq keltirgani bilan, ammo jiroqni o'ylagan vaqtda yashash muhitini qiyinlashtirib o'tadi degan gap. Ya'ni nurg'un buningga agishib nurg'unlagan kasalliklar paydo bo'ladi. O chaqda kishilar turmushni yaxshilashning o'rniga topgan puli bilan salomatlikni yaxshilashga ishlatadi degan gap. Shunga mushunaq bo'lganlikdan, ya'ni avvallarning egizpas bo'lishi, su manbalarining qurib ketishi, bu nəticədə şundaq tarixçilik işlərinə təsir göstərən bolğanlıqdan çoğ dövlətlər buna nəhayət diqqət qılıbatıdı. Yəni
klimatni, havo klimatini diqqat qilyapti degan gap. Bu Bitcoinga nisbatan shundaq cheklovlarning qo'yilishi ma'lum mandan aytgan vaqtda bu bir sabab, yana bir sabab bu shifrlik pullarningki odatdagi hokimiyatlar taqtilgan qonun orqali taqtilgan qog'oz pul, ya'ni fiat pulga qaragan vaqtda bir yeri o ismsiz uni yotkash, ilib setish qatorliq ishlarda uning maxfiylik darajasi bo'lganligi uchun ham u mavjud hokimiyatlarningki hukmronlikqa nisbatan bir xil tahlika paydo qilganligi uchun men bir qitimliq leksiyarimda degandim, buning nisbatan hukumatlar diqqat qiladi, ya'ni muayyan darajada qiyinlashtirish, buni tizginlashning qo'yishi degan, buni yana Xitoy boshlig'i turibdi. Hatto ichki Mo'ng'ulda Xitoyning ichki Mo'ng'ul o'lkasida fuqarolarga shundaq degidak, agar sizlar atrofingizda shundaq Bitcoin yoki shifrlik pul qazadigan qo'shnilar, tunishlar bo'lsa, bizga ma'lum qilinglar debdi. Demak, bu xil faoliyatlarningki shundaq faoliyatlarningki to'sqinlik uchrashi shifrlik bo'lgan kishilarning qizg'inligini nisbatan tuvaltidi. Unda bo'lgandan keyin talabni ham tuvaltidi. Kishilarda vahima paydo qildi, kishilarda ishonchsizlik paydo qildi. Shuning bilan kishilar uning mablag' sanmaydi. Mablag' sanmagandan keyin nima bo'ldi? Xaridoring bo'lmasa, zibalig'ini atva deganga o'xshash shifrlik pullarning kelgusi qancha umidvor ko'ringani bilan, ammo kishilar uninga nisbatan mablag' sanmasa, yana bu tarixga qarab yuzildi. Ammo tunugundan buyon xabarlar, yana bir kun ichida bakchib ketgan, tunugundan boshlab yana Bitcoin va boshqa shifrlik pullarning bahosida ozroq ko'tarilishi bo'ldi. Sabab garchi Xitoy hukumati bankalarga shunday farmon tushirgan bo'lsa-mu, sen ba'zi o'sha shifrlik pullarga mablag' oladigan, sotadigan ishlarni cheklaysan degan bo'lsa-mu, ba'zi yana bu ishlar shundaq bo'layotibdi. Ya'ni 2013-yilda Xitoy cheklab ekan, 2017-yilda cheklab ekan, yana bu shifrlik pul degan bu pulni qo'llaydigan hukumat yo'q. U haqiqiy pul emas deb ekan. Har bir qitim shunday degan vaqtda bu shifrlik pulning bahosida cho'ng tuvallash bo'lib ekan. Ammo ma'lum mazgil o'tgandan keyin buning bahosi yana eshib ketgan. Shunga ba'zilar yana shifrlik pulning kelgusiga bir xil umidvorlik bilan qarab o'tadi. Endi men yana bir ta'kidlab qo'ydig'im, bu shifrlik pullarning turlari nihoyat ko'p. Alomat ko'p. Bu pullarning bahosidagi o'zgarishni men xuddi raketadek osmonga chiqib, Malayziyaning aeroplani dengizga tushib ketganda tushib ketgan ishlar bor. Shuning uchun bir tuxumning hammani bir suvatga qachilib olmay, azazdan uning buning qachlash kerak deydigan bir gapni qilgandim men. Hali ham shu fikrimda turman. Bak ochko'zlik qilib pulning hammani shifrlik pulga mablag' solishga bo'lmaydi. Bir qismiga har xil paychaklarni ip qo'yish kerak. Masalan, yeşil energiya, ya'ni energiyaga oid yeşil energiya, ya'ni anadan sirt yasash sanoatiga oid ba'zi bir paylarni olib qo'ygan yaxshi, ham oltinnikini olib qo'ygan yaxshi, chunki pul paxolligi kriz, ya'ni pul paxolligininki shapsi kelyotidi. Shunga bu shifrlik pulga azroq sap qo'yish kerak, bakchiq sap qo'ymaslik kerak. Xuddi men deganimdek, ma'lum bir shifrlik pulga necha $100 sap qo'ysak bo'ladi, jiq necha minglab selitishga bo'lmaydi. O'tganda OneCoin, ya'ni OneCoin haqida men so'zlab berdim, ya'ni uning bir qo'yimchilik ekanligini, Ponzi scheme, ya'ni Ponzi ilisidan foydalanib kishilarning pulini ilib olganligini ham dedim. Shunga ko'pchilikning yanada sagaklik bilan, salmoqlik bilan, ehtiyotchanlik bilan, sabr bilan ish qilishini, shuning bilan birlikda qanoatchan bo'lishini, bak ochko'z bo'lib ketib, butun pulning hammani do'g'ri ketmasligini yana bir qancha tavsiya qilaman. Dogecoin to'g'risida men jiq so'zlab ketdim. Hozir so'zlamayman. Dogecoinning bahosi shu o'tgan paraz qilgandagidek 5-oyning 8-kunga keyin tushib ketdi. Hozir 40 sentdan tuvan. Azroq ep qo'ysak bo'ldi, jiq yurish bo'lmaydi. Bu vaqtda mo'shinchilikday. Xo'sh. Endi men o'zimizning Uyg'urlar to'g'risida bo'lib o'tgan ishlardan bir 2-3 ni deb o'tay. Anandan keyin men mar to'g'risida azroq qo'shimcha qilib o'tay. Amerikaning parlamenti shu chorshanba kuni Xitoy amaldorlarining, Xitoy bexatarlik tarmoqlarining biz Uyg'urlarga qilgan zo'ravonliklari, zulmlari haqida, bo'pmi shu Uyg'ur xonim qizlarini tug'mas qilib etish operatsiyasini majburiy ilib borgan shaxslargacha, ularga zo'ravonlik qilgan shaxslargacha jazolash haqida bir lohiyani o'tirib qo'ydi. Agar bu qonun bo'lib qolsa, shu yangi Osiyodan ko'tarilgan bu Xitoy natsiyalarining har biriningki jazosini, uning badalini
o'tkazishning bir yo'li tepiladi degan gap. Bu bir xabar. Ikkinchisi 5-oyning 20-kuni Latviya hukumati Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida bir qaror loyihasini ma'qulladi. Ya'ni nima dedi desa, Xitoy Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik o'tkazdi deb bekitdi. Ya'ni bu Amerikadan keyin qolsa, Kanada parlamenti, Gollandiya parlamentidan keyinki Yevropadagi yana bir davlatningki parlamentniki Xitoyning Uyg'urlarga qarata qilganligini irqiy qirg'inchilik deb bekitishidir. Ondan sırt yana Uyg'urlarningki mushu ish to'g'risida Xitoy hukumati Yevropaning 10 diplomati va shaxslarini jazo yurgizgan edi. Dal shu sabab tufaylidan Yevropa bilan Xitoyning o'rtasidagi o'zaro bir iqtisodiy kelishimnomaga qo'l qo'yilmadi. Ya'ni Yevropa parlamenti buni rad qildi. Sen avval mushu Uyg'urlarning masalasi to'g'risida bizningki parlament a'zolariga yurgizgan jazoni ko'tarib, amaldan qoldirib, ondan biz so'zlashimiz da'vat edi. Demak, Xitoy Uyg'urlarga askarlik qilish badaliga o'zining yuziga o'zi qachat yavatadi. Endi men oxirida so'zimni mushu bir necha mushu yoshlarningki ilm ma'rifat ishlari to'g'risidagi uchurlar bilan to'xtataman. Kompyuter ketib qoldi, lekin men so'zlab beray. Xabaringlarda men mushu kanalda Uyg'ur sistem to'g'risida, sarxillar ma'rifat to'g'risida so'zlagan. Hozir biz uchur dunyosida yashayapmiz. Nurg'un uchurlar bor. Buning ichida axlat va javhar bor. Biz javharlarni cho'qim bilishimiz kerak. Meningki diqqatimni tatgan bir to'r batlaridan birisi Farabiy to'r darsxonasi. Farabiy to'r darsxonasini bir qism yosh eni singillarimiz bular pedagogarlik bilan qurib chiqibdi. Ya'ni har xil mazmundagi darslarni ko'pchilikka yetkazgan. Ota-onalar bo'lib yoshlar o'zimizning tilimizda bolalarimizni har qaysi fanning har qaysi sohalari bo'yicha bilimini cho'nqurlashtirsin deb o'ylasak, Farabiy to'r darsxonasiga tizimlab ashularning darslarini anglash, ko'rish va yoshlarimizni, bolalarimizni hozirdan boshlab cho'ng bo'lgan chaqda nima ish qilish to'g'risida bir o'y, xiyol, irodaga kelishiga bir turtki bo'lsak degan xiyoldaman. Undan sirt Turkiyada bir turkum doktor ini singillarimiz sarxillar ma'rifini barliq keltirdi. Sarxillar ma'rifida bir qism yoshlarimiz, bo'g'inlarimiz yetilyotdi. Bularningki kelgusiga biz umidvorlik bilan qaraymiz. Demak, biz o'zimizning holini yaxshi qilamiz deydiganmiz, o'zimiz tirishimiz, o'zimiz kuch chiqarishimiz kerak. Ya'ni farzandlarimizni hozirgi zamon fan texnikasi bilan, ilm ma'rifati bilan tarbiyalashimiz kerak. Albatta bu Uyg'urlikni so'yishni oldingi shart qiladi. Hammanglarga rahmat.